Bayroqning siyosiy xususiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bayroq qanday vazifani bajargan? Maradujaga ma'lum bir insonlar to'planayotgan paytda ehtiyoj tug'ilgan bayroqqa. Ya'ni bayroq ko'tarilgan joy boshqaruvchilar turgan joyni bildiradi va shu bilan birga hammaning e'tiborini tortadigan, e'tibor markazida bo'lish kerak bo'lgan joyni bildiradi. Ya'ni masalan mana hajga borganda ham bayroq ko'tarib yurishadi. Hamma o'sha yoqqa to'planadi. Mana o'zbeklar mana shu yerda yuribdi deydi-da. O'zbekistondan kelganlar mana shu yerda yuribdi deydi. Va bayroq o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Shuning uchun ham tug' muhim. Bayroq quliydigan bo'lsa, demak o'sha boshqaruvda nimadir bo'ldi. Xudo saqlasin. Shuning uchun ham o'sha mana Xivada bobomiz Muhammad Rahim G'ofirus. yo'q, Najmiddin Kubro ham bayroqni qattiq qo'llardan bayroqni ajratisha olmagan. Shuning uchun bayroq bu o'zi aslida boshqa butun hamma ramzlarning va davlat belgilarining jamlanmasi hisoblanadi. Bayroqni ko'radigan bo'lsangiz, ayrimlarda gerb ham ishtirok etadi. Masalan, Amir Temur bayrog'ida gerb ham ichida bo'lgan. Masalan, shuning uchun bayroq bu ilk davlatchilik vujudga kelayotgan payt yoki davlatchilikning vujudga keltirilayotgan urushlarda mana shu vazifani bajarganligi uchun bayroq ramzlardan biri sifatida qabul qilinadi. Bir bayroq ostida birlashdi degan gap ham bekorga emas ekan. Davlat shunday vujudga keladi. Davlatning ramzi bu o'zi aslida bayroq. Shuning uchun ham bayroq qabul qilingan paytda davlatni butunlay qamrab oladigan belgilar bo'ladi davlatning ichida. Masalan, bizda ham mana 3 xil, 4 xil rang, qizilda ham oladigan bo'lsak, qizil chiziqlarni oladigan bo'lsak va 12 ta yulduz va yarmoy, bular hammasi o'sha davlatni aks ettiradigan xususiyatlar hisoblanadi va bu mustaqillik belgisi. Mustaqillik belgisi, shuning uchun ham bayroq bu alohida qo'riqlanadi hamma joyda, masalan, harbiylar nuqtai nazaridan va hokazo va bayroq to'g'risidagi shuning uchun ham alohida qonun qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi va unga nisbatan qilingan hurmatsizlik shaxsga emas, davlatga qilingan hurmatsizlik hisoblanadi va u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'sha konstitutsion normalarini bajarmaslik bilan bog'liq alohida bo'limi bor, bobi bor. Mana shunda ko'rsatilgan, ya'ni jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mumkin emas bayroqqa daxl qilish. Shuning uchun ham bayroq bu o'sha mustaqillikning eng asosiy belgilari, davlatning eng asosiy belgilaridan biri hisoblanadi va shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining birinchi bo'limi davlat suvereniteti deb nomlanadi. Birinchi bobi asosiy qoidalarda, asosiy prinsiplarida demak eng asosiy 6 ta moddaning bittasiga kiritilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi, madhiyasiga egadir deyilgan. Ya'ni suverenitet bilan bog'liq konstitutsiyaning bobida turibdi.